Hammaga assalomu alaykum. Noodatiy proyektimiz bugun tayyor bo'ldi. Yakkasaroy tumani Salomatina mahalladamiz. Katta ko'chaga shunaqa yaqin joy, lokatsiya bomba. Tak, bu yerda ko'ryapsiz, chiroyli basseynimiz, podogriflari ham bor. Tak, balkonlargacha ham qilingan. Zeleniy zonasi ikkita bu yerda va bu yerda ham marhamat alohida joylari bor. 208 sotuga shunaqa zo'r planirovka qilishgan. Shonguringlar, master spalni, ikkitalab garderobli xonalarigacha ham bor. Tak, bu yerda darvozaxonamiz, tashqariga ikkita mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Yozgi oshxona oldida, orqasida ya'ni hojatxonasi ham bor. Tak, yana bitta ko'rsatib qo'ying mana. Sentr, lokatsiya zo'r, xudo xolisa, chiroyli podsvetkada zinalarimizda. Bunaqa oshxonani 4 sotuvli hovlida ham kamdan kam uchratasiz. Hozir oshxonani bitta ko'rsataman. Tak, kirganda birinchi prixoshka bo'ladi bizda. Aylanib ko'rsataman hozir. Tak, shkoflari ham bor, stroyniy, ko'ryapsiz, patologlarimiz baland. Kirganda chap qo'lda oshxona, stalovoy variant qilingan. Marhamat. Juda ham ajoyib, panoramli oynalari bor. Konditsioner har bitta xonaga o'rnatilgan AUX. Polностью mebellari, texnikalari, hamma narsasi tayyor. Razmeri juda ham katta. O'rtada katta ostrov toshdan qilingan. Беспроводный zaryadkalarigacha ham bor ekan. Texnikalarimiz bo'sh qo'yilgan, hammasi original narsalar. Tak, chiroyli shitovoylarimiz bu yerda gостевой hojatxona mehmonlar uchun alohida qilingan. Tak, ikkita eshik. O'ng qo'lda birinchi spalnyamiz. Orqada ham такой kichkina joy bor. Mana ko'rsataman hozir. Zeleniy zonalarigacha qilib qo'yilgan. Ko'ryapsizmi pastda? Ochiq ko'rsatmasam ko'rinmayapti. Mana. Juda ham ajoyib. Mana panoramli oyna полностью. Tak, bu yerda gостевой qilib qo'yilsa, основной spalnyada tepada bo'ladi. Mana o'zining ichida sanuzol ham bor. Kichkina emas, ko'ryapsizlar, razmerlari kattagina. Endi zaliga bitta baho berasiz. Undan oldin mana holini ham bitta ko'raydi. Takoy, kichkina joy uголок qilib qo'ysa ham bo'ladi o't betga. Endi zal, marhamat. Men to'g'risi boshida bu uyga kelganimda bunaqa katta zali bor deb o'ylamagan edim. Qaraydi, masjidcha zo'r ishini qilsa bo'ladi. Bu yerga hol qilmasdan masjidga stol stul qo'yilsa 8 talik. Bu yerda mana orqaga kirib chiqsa ham bo'ladi. To есть orqa hovliga televizor bu yerga qo'yib, mana bu divanli zona qilib qo'yilsa, ikkita qism bo'ladi. Yoki ovqatlanadigan zona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Xullas, bemalol решение qilsa bo'ladi, chunki joy katta, bemalol позволять qiladi. Endi ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Tak, adashmasam yog'ochlardan qilgan shekilli. Zinalar ham yaxshi ekan, oynali qilingan bu yerda. Prochniy. Tak, ikkinchi qavatda birinchi master spalnya ko'rsatay sizlarga. O'zimga eng yoqqan xona bunaqa dekorlardan qilingan ekan. Marhamat. Master spalnyani bitta ko'rasizlar. Razmeri zo'r etganimda. Juda ham ajoyib chiqqani. Bu birinchi shkop, ya'ni kiyim qo'yadigan joyimiz. Endi bu yerda balkonimiz ham bor, marhamat. Mana kupeli eshik qo'yilgan ekan. Kupeli eshikni shuni suramiz. Birinchi garderobni kutib oladi bizani. Garderobdan keyin sanuzol. Sanuzolga bitta baho berasizlar. Juda ham ajoyib chiqqan, BD-largacha ham qo'yilgan. Tak, endi yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying, обязательно qo'llab-quvvatlash uchun hech bo'lmasa. Tak, bu yerda sanuzolimiz общийsi, vanna qo'yilgan. Mana bu yerda ham BD-lari bor. Shkoflargacha ham qilingan, tokchalarigacha. Bu yerda yana bitta spalnyamiz, детский spalnya. Tak, bu yerda mana shkoflar stroyniy qilingan. Dovolni ichiga. Tak, bu yerda oxirgi xonamiz. Mana mashxona ham zo'r ekan, ko'ringlar. Mana eshikni ochganda o'rtada katta garderobni bo'ladi, alohida qilingan, ikkita chetda. Mana atroflari ham garderobni. Bu yerda yana bitta spalnyamiz bor edi. Xullas uyimizda 5 ta xona plus podvol. Mana. Bu yerda ham kichkina balkonga chiqsa bo'ladi. Endi podvol qismiga o'tamiz, tushamiz ya'ni. Endi podvolimizga bitta baho berasiz. Podvolga tushdi. O'ng qo'lda kichkinagina kladovkasi bor. Mana yonidagi xonaga kiramiz. Kirganda kotelniy bilan prachniy bitta joyga joylashtirilgan, ikkitalab texnikalar hammasi qo'yilgan. Kirish uchun mo'ljallangan kattagina garderobli shkofimiz va kotelniy xonamiz. Filtr hammasi shu joylashgan. Ikkitalab kotellarimiz, stabilizator va kattagina boiler. Adashmasam 300 talikga o'xshayapti. Mana juda ham gрамотно terilgan, chastotali nasoslar qo'yilgan ekan. Endi yana mana xonasiga bitta baho berasizlar.
Bu yoqda ham bitta kattagina garderobniy bor. Qishki kiyimlarni, yoz kiyimlarni chetga tushirib qo'yib, tepada bemalol joy ekonom qilsa bo'ladi shkafdan, qarasam, juda ham katta, to'g'ri ham oynada qo'yilgan ekan. Bu yoqda ham bitta kladovkamiz bor. Ammo xonaga hali kirmaganman. Tak, bu yoqda ham даже garderobniy bor ekan. Marhamat. Tak, Yakkasaroy tumanida bo'ldik. Salomatina ko'chasi 208 sotu 430 kvadrat metr, 5 ta xona plus podval. Podvalda ko'rdinglar, yaxlit qilingan. Narxi 595 ming belgilangan. Past raqamni qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa ham bitta like bosib qo'yasiz.